Diqqat xalq, tezkor xabar. Ertaga ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi. O'zgidromet ertaga 4-iyul kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Bunga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 31-33 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 39-34 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli ham bor. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Shuningdek, O'zgidromet bugun 3-iyul kuni tog' oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Portugaliyada favqulodda holat e'lon qilindi. Portugaliya ekstremal issiq tufayli favqulodda holat e'lon qildi. Mamlakatning markaziy qismida kunduzi havo harorati 44 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Portugaliyaning materik qismidagi 18 ta okrugdan 12 tasi yaqinlashib kelayotgan jazirama sababli qizil hudud deb e'lon qilindi. Bunday qaror Portugaliya dengiz va atmosfera instituti tomonidan qabul qilindi. Institut ma'lumotlariga ko'ra, issiqlik to'lqini kamida 6 kun davom etadi va ayniqsa Markaziy Portugaliyada kunduzgi hamda tungi maksimal harorat bilan kuzatiladi. Xususan Alentejo hududida kunduzi 44 darajagacha, kechasi esa 28 darajagacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.